Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugun bir jiddiy masala bilan ekranning oldida bo'lib qoldim. Teamimizniki yuqorida ko'rganinglardek Sharq Turkiston uchun jiddiy ochiq xat imzolash harakati. Hammanglarga ma'lum bo'lganidek, qarindoshlar, biz 2018-yildan tortib Sharq Turkistonni besilib olgan bir davlat deb e'tirof qildiramiz. E'tirof qildirish uchun harakat qilamiz. Sharq Turkiston davlat masalasini xalqaro tuntimiz deb harakat qilib keldik. Va bu faoliyatlarimiz davom qilyotdi. Va biz Amerika parlamentida va boshqa yerlar bilan kurashganimizda bu daim bizden so'rayotgan savollardan birisi, sizlardan boshqa qaysi tashkilotlar, ya'ni qaysi Sharq Turkistonlik yoki Uyg'ur tashkilotlar bu talab sizlar bilan o'xshash talabni qilyotdi, boshqa sizlarning talabni qo'llaydigan boshqa tashkilotlar bormi deb. Shuningga biz mush Amerikalik biz bilan yordamlashayotgan, yanimizda turib ishlarimizni mengishga yordam qilishayotgan Amerikalik do'stlarimiz bu taklifni berdi. Shu Amerika parlamentiga ochiq xat yozib, Sharq Turkiston tashkilotlaridan, Sharq Turkiston va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari nomidan. Shuningga biz bu imzo harakatini qilishni to'g'ri ko'rdik va bu xatni shu bizga kelgan savollardan, ya'ni Amerika parlamenti a'zolaridan qo'yilgan savollarga javobni ichida oladigan va umumiy xalqimizningki talabini, irodasini bildiradigan bir ochiq xatni sunishga qaror keldik va bu ochiq xatni Google Formda, Google'ningki jadvalida tuzib chiqdik va buningki hammanglar shu tegida ulanish bor, shuni ko'rsanglar, ko'ralaysizlar. Bu xatning Uyg'urchasi, inglizchasi va O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizga shu Uyg'urchasi bor. Shuning bilan biz bu oldi bilan bu xatni bir Uyg'urchasini bir o'qib beray hammanglarga. Buni barliq dunyoning har qaysi joylaridagi o'zini Sharq Turkiston uchun, Uyg'urlar uchun xizmat qiladigan tashkilotlar bo'lsa, bu chaqiriqimizni qo'llashinglarni va bu imzoga, bu ochiq xatga imzo qilishinglarni talab qilamiz. Hamda xatningki mazmuniga kirsak, Amerika Davlat Majlisiga ochiq xat. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishga qarta jiddiy murojaat. Amerika Davlat Majlisining hurmatli a'zolari, Avam Palata raisi, Avam Palata Tashqi ishlar komitetining, Kengash Palata munosabatlar komitetining va Xitoy Kommunist partiyasi bo'yicha tanlanma komitetining hurmatli a'zolari. Biz, ya'ni dunyoning har qaysi joylaridagi yashayotgan muhojiratdagi Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlarining ushbu murojaatnomaga qo'l qo'ygan vakillari, Xitoy Xalq Jumhuriyatining ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiyliklari haqida jiddiy iltimos qilmoqchimiz. Xitoylarning bu vahshiyliklarini nuqul holda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar bo'lib qolmasdan, balki Amerikaning qonunlariga va manfaatlariga qilinayotgan bevosita va ko'p yaqilmilik xiristdir. Biz Amerika Davlat Majlisining vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarining haq-huquqlari va erkinligiga tavranmay sahib chiqilayotganligiga cho'nqir minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlarning yordaminglar Sharq Turkistonning ichinishlik vaziyatda bo'lgan tunishini o'stirishda va Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda izchil elib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakati uchun javobgarlikka tortish tirishchanligimizda turtlik rol o'ynab keldi.
2018 yılı sentabrda muhaciretdeki 100 mingdan artıq Şarkı Türkistanlıklar Aksarayga müracaatname yollap, Amerika hükümetinin Şarkı Türkistan'da izchil jamlanışıvatkan irqiy qirg'inchilikni ayblashga va 21 asrdagi Holokaustga o'xshash irqiy qirg'inchilikning oldini olishga chaqirdi. Murojaatnoma Xitoy amaldorlari qarta Yarshavri Magnitsky qonun bo'yicha jazo yurgizishni, ticari jaza yurgizishni, Sharq Turkistondagi vahshiyliklarni elib berishda qo'llangan genetik tartiblagichlarning, nazorat texnikasining, qurol yaroqlarining va boshqa buyumlarning eksport qilinishini cheklashni, BDT'ga besim tushirib, uning BDT'ning irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga amal qilishga besim qilishini va Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishini talab qilindi. Bugunga qadar Amerika hükümeti bizning nurg'un talablarimizni ado qilib keldi. Bular Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiylikni, irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar deb tunishi, Xitoy amaldorlari va ularning muassasalarini jazo yurgizishi va Sharq Turkistonliklarning majburiy va qul emgakka ishlab chiqargan tovarlarini cheklash qatorliq o'z ichiga oladi. Vaholanki bu irqiy qirg'inchilik 2024-yilda hali ham davomlashyapti. Millionlagan Sharq Turkistonliklar jazo lagerlariga qamalishning dahshatlarini beshidan kechiryapti. Yana boshqa sanoqsiz Sharq Turkistonliklar Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalaridagi lagerlar va zavodlarga majburiy emgakning bo'yin turqida ingrayapti. Lagerlarga xohlagancha va ko'ng ko'lamli qamalishdan sirt ziyolilarimiz, jamoat arboblarimiz va diniy sohalardagi alohida kishilarimiz alohida nishon qilindi va nurg'unlari jazo lagerda va turmalarda o'ldi. Lagerlar va turmalarda hukm surayotgan qiyin qistoq va inson qalbidan chiqqan rahimsiz sharoitlar albatta bu o'limning asosli sababidir. 1 millionga yaqin Sharq Turkistonlik bolalar Xitoy davlat tarafidan assimilyatsiya qilish tirishchanliklarining majburlash sababli oilasidan majburiy ayrilishning azobiga duchor bo'ldi. Xalqimizning kultural va diniy erkinliklari ularning mavjudligi bilan birga qorshov ostida qoldi va Xitoy davlati va Xitoy kompartiyasi tarafidan asta-asta va sistemlik tarzda vayron qilinyapti. Biz Amerika Davlat Majlisidan Amerika hukumatini bu haqda haqiqiy ma'noda harakat qo'llanishni xohlab ketmayotgan ijroiyat o'rniga besim tushirib, Sharq Turkistonda izchil davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning asosli sababini Sharq Turkistondagi Xitoy mustamlikasi va istilosini gavdlantirib va uni oxirlashtirishga haydakchilik qilishda ochiqchilik rol o'ynashini talab qilamiz. Onundan başqa aydınlaştırışqa tegishli muhim yeri shuki, Sharq Turkistonliklarning Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkiston ziminidan sirt boshqa davlatlarga chetilgan boshqa zimin da'vosi yo'q. Biz Amerika Davlat Majlisidan yana tuvandagi talablarni qilamiz. Sharq Turkistonni besilib olgan davlat ekanligini e'tirof qilish, Amerikaningki tashqi öz taqdirini öz belgilash huquqini hurmat qilish siyosatiga asosan Xitoyning mustamlikachilik ishg'oliyatini qonunsizligini gavdlantirib, Sharq Turkistonga munosabatli masalalarni qandoqdir Xitoyning atalmış ichki masalasi emas ekanligini ta'kidlaydigan, Sharq Turkistonni xuddi Tibetdek besilib olgan davlat deb e'tirof qiladigan qarorni o'tirib qo'yishinglarni va ma'qullashinglarni talab qilamiz. Uyghur siyaset kanununu Sharq Turkiston siyaset kanunuga götürüş. Kanunun temasini yengilab bütün Sharq Turkiston ve bütün xalqlarni, yani Uyg'urlarni, Qozaqlarni, Qirg'izlarni, O'zbeklarni, Tatarlarni ve hatta Moğollarni o'z ichiga oldigan kanunga götürüşinglarni talab qilamiz. Bu atrofliq usul Sharq Turkistonliklar duch kelayotgan ko'p tarafli xirislarni hal qilishga intayin muhim. Sharq Turkiston ishlarga bir alohida moslashtiruvchi tayinlash.
Amerika Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkistondagi insoniy krizisni va Xitoyning Amerikadagi Sharq Turkistonlik shaxslarga qaratgan keng ko'lamlik asosliq harakatni hal qilish va shu orqali bularga izchil diqqatni berilishga va haqiqiy harakatni davlat ichi va xalqaroda qo'llanishga kapolatlik qiladigan tirishchanliklarini moslashtirishga mas'ul bir o'rinni barpo qilishinglarni talab qilamiz. Sharq Turkistonning adolat talab qilishini qo'llashinglarni talab qilamiz. Biz Amerika Davlat Majlisining Sharq Turkistonning adolat so'rash va javobgarlik surishtirish uchun xalqaro jinoiy ishlar sotiga, ya'ni ICC'ga sungan arzini yoki qo'llashni yoki arzini qo'llashni yoki Xitoyning izchil irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarini xalqaro adolat sotiga, ya'ni ICJ'ga yetkazishinglarni talab qilamiz. Dunyo jamoatchiligi chuqur Xitoy davlati va Kommunist partiyasining o'tkazgan jinoyatlarini javobgar qilishda birlikcha ching turish kerak. Xitoyning Sharq Turkistonni yo'qotish g'araziga qarshi turish. Xuddi Tibetga qilingandek, biz Amerika Davlat Majlisi va Amerika hukumatidan Xitoyning Sharq Turkistonning kimligini yo'qotishdek g'araziga qarshi turib, ana vatanimizning to'g'ri ismi bo'lgan Sharq Turkistonni qo'llanib, Xitoyning davlat propagandasining qo'llanadigan va mustamliklik besivelish va yo'qotishni bildiradigan atalmış Şinjan, ya'ni mustamlika yoki yangi zamin atalg'isini bekor qilishni talab qilamiz. Agar Amerika Davlat Majlisi va hukumati haqiqatan Xitoy davlat propaganda nomi bo'lmish atalmış Şinjanni ishlatmoqchi bo'lsa, biz uni tuvandagi shaklda ishlatishni so'raymiz. Sharq Turkiston tırnak ichida Beijing tarafidan atalmış Şinjan deb atalgan. Xulosa qilganda Avam Palata Raisi, Avam Palata Tashqi ishlar komiteti, Kengash Palata Tashqi munosabatlar komiteti va Xitoy Kommunist partiyasi bo'yicha tanlanma komitetini Amerika hukumati va xalqaro jamiyatga rahbarlik qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda uzundan beri elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatga qarshi turishga chaqiramiz. Milyonlagan begunoh hayotning taqdiri qil ustida turibdi. Tarix bizni bu og'ir adolatsizlikka qandoq kollektiv inqos qaytarganligimizga bilan baholaydi. Bu jiddiy ishga ko'ngil bo'lganligingizga rahmat aytamiz. Biz sizni Sharq Turkistondagi ezilgan xalqlar uchun adolat, kishilik huquq va izzat hurmatni ilgari surishga aloqador zarur qo'shimcha uchurlar yoki yordamlar bilan ta'minlashga tayyormiz. Hurmat bilan imzo qo'yuvchilar Muhojiratdagi Sharq Turkiston va Uyg'ur tashkilotlarining vakili va bu xat Avam Palata Raisi, Avam Palata Tashqi ishlar komiteti, Kengash Palata Tashqi munosabatlar komiteti va Xitoy Kompartiyasi bo'yicha tanlanma komitetlarga yo'naltirildi. Aziz qarindoshlar, bu nihoyat muhim bir chaqiriq. Biz buni barliq Sharq Turkiston va Uyg'urlar uchun xizmat qiladigan tashkilotlarningki raislarininki buni bu ochiq xatga imzo qo'yishinglarni chaqiriq qilamiz. Xalqimizni xalq bo'lish butunli bilan buni balki ba'zilar ko'rib qolmasligi mumkin. Shuning uchun shu tashkilotlarningki, shu qurumlarningki raislarga, vakillarga bu videoni va bu ochiq xatni evatishinglarni, bu jadvalni evatishinglarni talab qilamiz. Bu 21 asrda yashayapmiz, 2024-yilda yashayapmiz. Bundan qandaqdir xabarimiz yo'qdi yoki andaqdi bilmay qoldik deydigan bir imkoniyat yo'q. Shuning uchun buni jiddiylik bilan, mas'uliyatchanlik bilan aziz qarindoshlarim, aziz millatim, xalq bo'lish butunli bilan shu tashkilotlarga
bunu yetkizip koyuşanlarını ve şu teşkilatlara besim kılışanlarını çağırıp kılımız. İnşallah aziz qarandaşlar, muş hareketimiz bilen inşallah muş jilining ahirgacha Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirishga turishimiz. Shuning uchun agar vatanim deydigan bo'lsanglar, agar bu irqiy qirg'inchilikni to'xtataman deydigan bo'lsanglar, agar shu Sharq Turkistondagi qirilayotgan qarindoshlarimizninki qutulish uchun haqiqatan bir harakat qilaman deydigan bo'lsanglar va Sharq Turkistonning tizdan mustaqillik asli keltirishini arzu qildigan bo'lsanglar, bu ochiq xatga ovoz qo'shishinglarni va barliq tashkilotlarga buni yetkazishinglarni talab qilamiz. Toplarda buni kunda teşvik qilishinglarni talab qilamiz. Biz bu ochiq xatni shu 2 ayning 19 kunigacha, ya'ni eng oxirgi kuni 2 ayning 19 kunigacha ichib qo'yamiz. 2 ayningki 20 kunida bu ochiq xatni rasmiy to'g'ri qo'yib munosabatli joyga yuvatimiz va to'g'ri qo'yib qo'yamiz va imzo qilgan tashkilotlarmi va rahbarlari tuziladi. Shu palonchi imzo qildi, pukunchi imzo qildi. Imzo qilmaganlarni shu vaqtda bilib olamiz. Ammo bu hammamizningki dedi aziz qarindoshlar. Shuning uchun tarafbozlik tutmay bu yerda buni Sharq Turkiston hammamiz ig'zimizda bo'lsa-mu Sharq Turkiston uchun, Uyg'urlar uchun xizmat qilyapmiz deymiz ya. Mana bu yana bir oxirgi bir fursat. Shu ig'zimizdagini amaliyotga ijro qilish. Shuning uchun buni hammaga taqib qo'yishinglarni, kundalik buni teşvik qilishinglarni, to'plarga, mayli Facebook'ta bo'lsin, WhatsApp'ta bo'lsin, Signal'da bo'lsin yoki YouTube yoki boshqa yerda bo'lsin, buni keng doir taqishinglarni talab qilamiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindosh teşkilatlarninki va yoki Uyg'ur teşkilatlarninki buningga imzo qilishini jiddiylik bilan talab qilamiz. Rahmat, xayr, Allohga emanet.